Boshlarda Zarkanni ko'pchilik biladi. Zarkan kuruk bor. Ho'na kuruk turibdi, o'na mana shu yerdan 200 metr narida xolos. Zarkan kurukdan o'tishimizga kanal bor. Kanaldan o'tishimizga oshxonaning orqasida yangi metan qurilgan. Shu metanning orqasida metandan 50 metr ichkari kirganimizda 1 gektarlik yerni 30 sotiga sotilyapti. Ichida golden degan olma ekilgan. 30 sotik bog'. Bu bog'ni aka aytayapti, 30 sotik omedon bo'lsa deb 10 sotikdan ham bo'lib qurilish qilib, uy qilib yashasa bo'laveradi. Soyda yonginasida. Mahalla mana zaborni ko'ryapsizmi, zaborni. Orqasi mahalla, tushib ketadigan yo'l. Ko'pchilik agar zarkanliklar bo'lsa o'zi bilishadi. Tashlali obunachilarimizdan bilishadi. Zarkan kurukdan shunday o'tishimizga metanni orqasida shunday yo'lni bo'yida juda ham zo'r bo'lgan lokatsiyada 10 sotikdan ham bo'lib sotilaveradi. Dokumentlari joyida 30 yil 40 yilga berilgan emas, xususiy mulk. Bog'dorchilikka nomimizga o'tkazib beriladi. Qurilish qilib, uy qurib, mana orqalarida qarang, uylar qurib odamlar yashayapti. Cherk qilib. Siz ham xuddi shu stil uy qurib yashaysiz bo'laveradi. Lekin bog' qilsangiz ham ichida yaxshi mevali daraxti bor ekan. Golden degan olmasi bor ekan. 30 sotik joy sotiladi. 10 sotikdan ham bo'lib sotilaveradi. Like bosib video tarqaygan, telefon nomerlari turibdi. Zarkan kuruk tashlali o'rtalarimiz bo'lsa, shularga video tashlab qo'yamiz, 10 sotikdan ham olaveramiz.